Bugun biz ko'rib chiqadigan mavzu past perfect tense. Past perfect tense o'tmishda sodir bo'lgan boshqa bir voqeadan oldin tugallangan ish harakati, ya'ni o'tgan tugallangan zamon. Bunda o'tgan zamondagi bitta aniq bir ish harakatidan oldin sodir bo'lib tugagan ish harakatini aytamiz. Ya'ni bunda ko'rib turganingizdek, u yetib kelgan payti bizda bitta o'tmishdagi aniq vaqt, undan ham oldin bo'lgan ish harakati u ishini tugatib bo'lgani. Yoki I had eaten before he came. U kelishidan oldin men ovqatlangan edim. Ya'ni siz o'tmishda u kelgan vaqt aniq va undan ham oldin tugagan ish harakati. Yoki natijani berganimizda ham she was tired because she had worked all day. U charchagan edi chunki butun kun ishlagan edi. Butun kun ishlagani u charchashdan oldin sodir bo'lgan ish harakat. Endi report speechda ham keladi. Ya'ni u aytdiki, ya'ni u aytgan gap aytgan vaqtidan oldin sodir bo'lganini ifodalagani uchun she said he had lost his keys. Demak, u aytdiki, kalitlarini yo'qotganini, ya'ni yo'qotish harakati aytish harakatidan oldin bo'lgan. Endi bizda mashq va test bor. Bunda siz aynan past perfectga moslab fe'llarni tuslab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi tuzilish formasiga o'tadigan bo'lsak, bizda tuzilish formasi subject plus had plus verb po'chirki ed. Inkor shaklida haddan keyin not keladi, so'roq shaklida esa had oldinga chiqadi. Endi bizda vaqt bog'lovchilari bor. Bu vaqt bog'lovchilari before, after, and before oldin, ya'ni u kelishidan oldin ishini tugatgan edi desangiz, yoki after keyin, by the time gacha, when da, until esa yana gacha degan ma'nolarni bildiradi. Bular ham aynan past simple bilan kelgan ish harakatiga bog'lanadi va undan oldingi ish harakat past perfectda aytiladi. Endi xulosa, past perfect o'tmishda boshqa bir voqeadan oldin tugallangan harakatni bildiradi. Formula subject plus had plus verb yoki ed. Vaqt bog'lovchilari esa doimiy ishlatilishi muhim hisoblanadi.